Zomin shahar Yoron oilaviy restorani. Ko'p gapirib o'tirmayman, birinchi obzorni bitta ko'ringlar. Ko'rib turishingiz mumkin, bu oilaviy zal 25 kishi ketadi. Bunaqa zaldan ikkita bor, bu birinchisi. Bu ikkinchi banket, bu kichkina oilalar uchun 10 kishi ketadi. Umumiy zalni o'zingizlar obzorda ko'rdinglar. Kommentariyaga albatta baho berib ketish esingizdan chiqmasin. Qayerda ko'rgansizlar? Oilaviy restoranda lift o'rnatilganini. Zominda ilk bora lift o'rnatilgan restoran. Ketdik, ikkinchi etajga chiqamiz. Ko'rib turganingizdek ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu yer ayollar fitness zali. Ikkinchi qavatda juda ham ko'p joylar bor. Kelinglar bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdagi ayollarimiz uchun kosmetologiya xonasi. Bu yer ham ayollarimiz uchun massajxona va Zominga juda ham katta yangilik, podologiya xizmati. Yonidagi xonada ayollarimiz uchun go'zallik salon xonasi. Ko'rib turganingizdek 3-qavatidamiz. Atmosferaga bitta boqing. Yonimizda bolalar maydonchasi va terrasa. Agarda mana shu videoni 10,000 like qilib bersanglar, terrasani alohida obzor qilamiz. Qadrdonlar, ulfatli sinfdoshlar bilan kelishinglarga 3-qavatga 80 kishilik banketli zalimiz mavjud. 3-qavatni o'zida ko'rib turganingizdek bolalar maydonchasi mavjud. Bemalol farzandingiz bilan tashrif buyursangiz bo'ladi. Manzilimiz Zomin shahar Agrobank Xalq bankining shundoqqina orqa tarafida. Videoga like bosib, barcha zominliklarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.